Assalomu alaykum, Mebelch kanalimizning hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun Mebelch kanalimiz obunachilariga o'sha trenddan tushmayotgan panda, ya'ni yakkali divorlarda juda ham arzon narxda ishlab chiqaruvchi ustani xonadoniga kelganmiz. Bu yerda narxlar juda ham arzon narxda, asosiysi sifati juda ham ideal holatda ishlab chiqarilgan. Sababi men o'zim mana qo'lim bilan ushlab, ko'zim bilan ko'rib, jonli ko'rib turibman. Mebelch kanalimiz obunachilariga tavsiya qilamiz. Undan tashqari bu yerda boshqacha modellar ham bor do'stlar. Buni ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Usta bitta zo'r gapni aytdi. Mana shu gap menga yoqdi. Moishi materiali ham o'sha juda ko'pchilikka yoqim, ma'qul kelayotgan teddy materialni ham narxini bir xil narxda qilib beramiz. 1 so'm qo'shmaymiz, 1 so'm kamaytirmaymiz. Arzon narxda qilib beramiz deyapti. Do'stlar, narxi o'zgarmaydi ekan. Qimmat materialda qo'ydirib olsanglar ham narxi bir xil chiqaveradi ekan. Keyin budjetli variantda qilingan modellar ham bor ekan bu yerda. Olsanglar bo'ladi. Narxlari juda ham arzon narxda bo'ladi. Do'stlar, sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, bittadan like-ni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Mana shunaqangi arzon divarlarni olmoqchi bo'lganlarga mana shu videoni tashlab qo'ysanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, ko'p gapirmaymiz. Hamma ma'lumotlarni ustani o'zi bilan birgalikda berib o'tamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz bugungi video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum, usta Islombek aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Zuymiz aka? Ahmad, yaxshi. Aka, xudo xolasa ishlarni ko'rdik. Juda ham chiroyli, juda ham sifatli. Bu yerda assortiment ko'p ekan. Asosiysi narxlari arzon. Usta aka, manzilni bitta tushuntirib beramiz endi obunachilarga. Manzil Andijon tumani, Nayman qishlog'i, Jahon bozoriga 3 kilometr. Arinter. Gap yo'q. Xo'p, aka, dastavkalarimiz qanday bo'ladi? Dastavkalarimiz Andijon bo'ylab bekorga, Namangan shahriga dor, Farg'ona shahriga dor, ham bekorga. Bundan yayiga endi ozgina qo'shilib qoladi. 100 ming, 150 ming qo'shilib qoladi. Lekin 12 ta viloyatga dastavka bor, qolgan viloyatlarga kelishiladi aka. Ha. Misol hali Vohadan ko'rayotgan, Toshkentdan ko'rayotganlar ham telefon qilsa chiroyli qilib chiqarib berish imkoni bor. Imkoni bor. Mana mashinalar bor, upobga qilib, chiroyli qilib chiqaryapti ularga ham. Gap yo'q. Aka, mana shu hamyonbop, hammabop modeldan ketaveramizmi bo'lmasa? Aha, mana shu. Obzorimizni. Uni razmerlari qanaqa aka? Razmerlari ma'lumotini beraylik endi. Xo'p. 215 ga joy bo'ladi. Buni 90 deyiladi. O'zi to'shli razmer 87 bo'ladi. 87 bo'limi ramkasi. Machalkasi 4 lik bo'ladi. Keyin bitta narsa e'tibor bersin, 4 burchak bo'ldi yoki bo'lib turib, mana uni 30-27 bachoylar ham bo'ladi. Yoshlarga bo'laveradi. Men endi bu 34 bachoy, shtob katta odamga o'tirib turishi qiyin bo'lmasin deb balandroq bachoy qilganmiz. Balandroq qilib. Bachoyga 34 bachoydan. Общий bo'yi 40 bo'ladi, uzuni 215 ga joy olib, eni 87 bo'ladi. Machalka 4 lik bo'ladi. Aka, buni sonlig'i bormi? Sonlig'i bor. Bundan sonlig'ini ham ko'rsatib o'tsak, xudo xolasa. Ichlari keng ekanda buni aka. Ichlari sonliqlik. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Ichi ancha chuqur, keng ishlangan. Sababi mana usta akamiz aytayapti, bizda kattaroq ishlanadi. Mexanizmlar qo'yilgan. Ha, mexanizmlar bo'ldi aka. Qaylari ham laminat ekan. U ham bemalol anchimchasini ko'taraveradi. Mahkam qilib qatirilgan hamma bu. Usti boshlar. Aka, zo'r. Bu haligi qimmat material ekan, bu? Ha, teddy material deb. Hozir videoda kelganda aytib o'tdingiz, qimmat materialdan qo'yib bersam ham, mana bu moishi materialdan qo'yib bersam ham narxini bir xil qilib beraman dedingiz. Lekin bu ham bu yuvsa bo'ladigan material. Bo'laveradi. Salfetkalar orqasidan chiqaveradi. Aka, endi bular narxini necha qilib beramiz? Bular narxini jup donasini 900 mingdan qilib beramiz. Donasi 900 mingdan. Ha, donasi 900 mingdan aşağı aytilgan yerlarga do'l bekarga olib beramiz. Jupi 1 million 800 ming bo'ladi. Bular endi rasvetkalar, ha? Rasvetkalar. Bundan. Bunisidan. Endi buning ichida bu yerga svetlarimizdan yoqib qolsa, o'sha nargi svetlardan shu modeldan qilib beraveramiz. Hozir aka sizga telefon qilib, mana shuni boshqa ranglarini so'rasa katalogi bor. Bor. Tashlab berasiz, yoqtirganini qilib beraveramiz. Rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Gap yo'q. Endi bunisini ko'rsatamiz aka. Bunisi haytay poson deymiz. Buni bo'yi 45 bo'ladi. Machalkasi 7 lik bo'ladi, eni 90 bo'ladi. Endi 90. Narigiga qaraganda bu sal kattaroq. Bu bundan ko'ra kattaroq. Bo'yi ham, eniga ham, ha. Keyin buni kallasi tikka kalla bo'ladi. Orqa taraf butun katta laminat balat hisobiga, shuni hisobigacha narxi nima. Lekin orqasi ham yumshoq qilib, machalkalar qo'yib ishlangan. Machalkalar yumshoq aka, bemalol suyanib o'tiraveradigan yaxshi aka. Buni ham sonliqlari bor, aka. Sonliqlari bor buni ham aka. Sonliqlarni ham bitta ko'rsataylik. To'liq laminat, orqa oldi, hamma yo'q. Ish nihoyatda pokiza chiqqan. Gap yo'q. 4 burchak bo'ldi aka buni ham.
Uni balkalari aka asosiy narsalar shular 3 tadan aka. Ularda hamma ishimizda balkasi ichidagi balkasi 3 tadan aka. Uchtadan Stol qo'yilgan. yosh bolalar ustida irg'ib yetsa ham ko'p nima bo'lmaydi. Baquvvat. Hozir uyga olib kelib shunda juplashganda deyarli butunday turaveradi ekan. Butunlay turaveradi, ha. Xo'p, ikki xil rangda bor ekan. Hozir ikki xil rangi bor. Ular apparatda bosiladi. Hali ko'chib ketadi deyilgan gap bo'lmaydi keyin. PVH kromka. Kromka, ha. PVH kromkada bosilgan, lastikli laminatda qilingan. Bularni necha pulga beramiz endi? Bularda donasini 1 million 100 dan qilib beramiz. 1 million 100. Ha. Jupiga 2 million 200. Jupi 2 million 200. Bachovash 45 katta bachoy bo'ladi buniki. 35. O'sha joylarga alohida e'tibor berasizlar ekan. Nihoyatda katta ekan do'stlar, shunisiga bitta e'tibor beringlar. Buni ham xohlagan rangida imkoni bor. Imkoni bor. Misol kimdir aka qora material qo'yilganini xohlashi mumkin. Kimdir oppog'ini xohlashi mumkin. Qilib beramiz. Imkoni bor. Imkoni bor. Gap yo'q. 1 million 100 dan jupiga 2 million 200. Xo'p, panda modellarimiz aka, endi shularni ham bitta ko'rsataylik. Masalan, Bularimiz qanaqa razmerda qilingan? bular razmerlarimiz 90 ga 240 joyga joylashadi. 240 bo'ladi o'zi. 90 240. 90 ga 240. Ha, bo'yi 50 bo'ladi. Bo'yi 50. Balandligi. Bulardan 3 ta balkasi bor, mo'yishi material ham bor. Keyin ularga teddy material desa, undan ham qilib beraveramiz. Hozir bu yerda assortimentdan mo'yishi material hammasi. Hammasi mo'yishi material. Ranglarimiz yana boshqa ranglar ham bor. Endi mayga joyiga qarab nima qildik. Hozir bu yerda ham o'zi 3-4 xil rang bor ekan aka. Ha, ranglar bor. Yana qora, jigarrang, to'q nimalar deganlarga qilib beraveramiz ranglarni. Endi keyin aka asosiy mana yumshoq mayalari. Hali 1.5 2lik qalin machak qo'yilgan bu yerlarga ham. Hali pishiqlik sifati demoqchimanda, kallasi ham oyoq tarafi ham shunaqa. 7lik machalka o'rtasi. 7lik machalka. Buni ham sondoqlari bor-a? Sondoqlari bor aka. Keyin mana uni ham bitta ko'ringlar. Buni ham 3 tadan bo'ldi aka mexanizmlari. Sondoqlarigacha bor. Gap yo'q. Aka hozir bitta narsaga men e'tibor qaratdim. Shu narsani eshitib oldim. Haligi misol mana bu joylari bo'ladi-yu. Ko'pchilik mana shu joylarga ham speskardan urib qo'yapti ekan. Sizlarda unaqa qilinmaydi. Yo'q. Aka, shu narsa yaxshi aytdingiz, ha. Aytib o't. Shularni aytib o'ti. Bu boshga, oyog'iga bittadan oshiradi, qora deb ishlatiladi aka, speskardon emas. Ketadi. Bu yoqqa ham taylariga ham to'liq butun. Orqasi ham oxiriga to'g'ri DPdan ishlatiladi aka. Sababi obzorda yurganimizda aka bitta narsaga e'tibor beraman. Kimlardir narxi juda arzon bo'lishi mumkin-da. Misol uchun ana shu speskardon urib yoki machalkalarda ham sal sifatsizroqdan qo'yadigan bo'lsa, narxi yana ham arzonlab ketishi mumkin. Arzonlaydi albatta. Endi speskardon misol qattiqroq tegib ketadigan bo'lsa, sinib ketishi mumkin, to'g'rimi aka? Lekin dip ancha muncha hech narsa bo'lmaydi. Bu dip hech narsa bo'lmaydi, bemalol. Dip hech narsa bo'lmaydi. Yosh bolalar tizda chiqib irg'ib netsa ham hech narsa bo'lmaydi. Qattiq, baquvvat. Xo'p, buni necha pulga beramiz endi aka? Bularda 1 million 200 dan 1 million 200. Buni aka mana u kallamni oyoq ulanadi-yu bachoga. Ha. O'shani ham uni ichilarini to'rga to'r qilib baquvvat qilib qo'yganmiz. Ha, to'rga to'r. Shtobali samolyot u uydan bu uyga olib kirib olib chiqqanda har qatib bo'shataverganda ham yomon bo'lib ketmaydi. Mahkam turadi, to'rga to'r baquvvat. Katta odamlar behijolat narsa. Yo'q, garantiyasi bor. Garantiya bor, behijolat, ha. Gap yo'q. O'zimiz ko'nglimizdagidek qilib chiroyli qilib qo'yamiz. 1 million 200 ming so'm donaga mana shu bitta jo'pa 2 million 400 ming so'm bo'ladi ekan. Xo'p, bitta mana yashil sveti bor, assortimentga qo'yilgan. Keyin bu rangidan bor. Xohlasanglar mana bu rangidan bor ekan do'stlar. Xohlasanglar maloshnisidan bor ekan. Taylarda ham hammasi o'sha ranglar bilan bir xil ekan. Xullas optim narxda 1 million 200 mingdan chiqarib berilaveradi. Misol olib sotaman deganlarga ham, dona olaman deganlarga ham 1 million 200 ming so'mdan bor. Aka, kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiya tashlab beraverasiz. Ha, albatta. Misol ba'bali sexingizga borib ko'ramiz, jonli ko'rib olamiz deydiganlar ham chiqadi. Ko'rib olgan yana yaxshi. Lekin uzoqdan ko'rayotganlar kela olmaydi, ular telefon qilib qolsa, mana shu aytilgan narxda, shu aytilgan sifat darajasida chiroyli qilib chiqarib beriladi. Ha, uni masalan zakaz qilasiz, shuni pulini borgandan keyin beriladi, ko'rib olinadi. Mana shu rasmdagi, mana shu holatda, mana shu sifatda bo'ladi deb mana hozir YouTube'da aytilayotgan sifat bo'ladi, xudo xolasa. To'rib uchay bo'ldi aka bola buni ham. O'sha holatni ko'rib berilaveradi. Usta aka, bitta narsani hozir esimga tushib qoldi. To'lov masalalari qanday bo'lyapti? To'lov masalalari aka mana Toshkent Voha tomonlarga aka, Voha tomonlarga biz olib borib, mashinaga yuklab, chiroyli qilib. Aka, mana yukladik, bu shopir olib borib berish garantiradi. Ya, biz ham zimmamizda deb aytiladi. Endi keyin bizga yo'l kiran mebelimiz pulini beriladi. O'sha kartamiz tashlab beradi. Shopirga borgandan keyin beriladi.
Vodiy bo'ylab bo'lsa, borganda bersa Ha, bo'laveradi. vodiy bo'ylab bo'lsa borganda bersa bo'laveradi. Gap yo'q. Usta aka yana nima ma'lumotimiz qoldi beradigan? Ma'lumotlarimiz endi shular, materiallarimiz ham, mo'yishimiz ham qalin, yaxshisidan aka. Xudo xolasa hamma Sifat birinchi ma'lumotni o'rinda, xudo berdik. xolasa aka. Aytadi, sifat birinchi o'rinda ekan, o'zi ko'rinib turibdi. Mana kimga qaysi biri ma'qul kelsa, ustaga telefon qilaverasizlar. Telefon raqamini ekranga yozib qo'yaman. Aka, Telegram, WhatsApp bor? Bor, ikki nomerda ham bor. Gap yo'q. Aka, obzor uchun rahmat. Rahmat. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.